Avtobus ichi holati ko'rib turganlaringiz komfortli avtobus. Bu avtobus qayerga yuradi degan akalarimiz uchun Urganch, Xorazm, Xivali akalarimizga juda yangilik primoy reyslarimiz Volgograd orqali Volgogradga kelsanglar bo'ladi. Volgograd, Krasnodar, Grozniy yo'nalishiga akalar. Grozniy ham primoy reyslarimiz ochilgan, haftada 1 marta akalar. Volgograd haftada 3 marta, 2 marta reyslarimiz bor akalar. Volgograd даже почти каждый день bo'lyapti. Urganch, Xorazm, Xivali akalarimizga tavsiya qilamiz. Biz bilan bog'laninglar akalar, shunaqangi avtobuslarda ketinglar. O'zimizda og'alar biz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa primoy reyslarda ketasizlar. Aldanib qolmaslik uchun nomerlarimiz, ishonchli nomerlarimiz ekranda bo'ladi. Biz bilan bemalol ketsanglar bo'ladi akalar. Sog' bo'linglar va salomat bo'linglar. Bizni kuzatinglar. Har kuni primoy efirlarga chiqib boryapmiz. Urganch, Volgograd, Xorazm, Volgograd avtobus deb ursanglar, o'zimizning nomerlarimiz chiqadi akalar. Tanlovda adashib qolmanglar, qo'lma-qo'l olib ketmanglar akalar.